Xalqaro jinoiy ishlar saqchi tashkiloti Xitoyda qo'lga ilingan Interpol raisi Meng Hongweining istifa berganligini e'lon qildi. Meng Hongwei bir haftadan buyon izdereksiz yo'qolib ketgan va Xitoy doiralari qonunga xiloflik qilish gumoni bilan uni qo'lga olganligini bildirgan edi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komiteti tomonidan e'lon qilingan bayonotda Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligining muavin ministri Interpol raisi Meng Hongweining qonun va intizomga xiloflik qilish gumondori deb qo'lga ilinganligi bildirilgan. Uning ayoli Fransiyada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, haqqoniyatni oshkorlashni talab qildi. İstanbul Eyüp Sultan maydonida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. İstanbul Alperen Ocaqlari, Ma'rif, Madaniyat va Hamkorlik Vaqfi va Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi hamkorligida ishg'oliyatchi Xitoyning Sharqi Turkistondagi musulmonlarga qarshi besim, zulm va assimilyatsiya siyosatiga qarshi namoyish o'tkazildi. Peshin namozdan keyin maydonga yig'ilgan Sharqi Turkiston fidoyilari, tashviqot varaqchilari taqatdi va Xitoyni aybladi. Shuning bilan birga Millatchi harakat partiyasi Malik G'ozi, sho'ba raisi Ertuğrul Yücebash boshchiligidagi bir hay'at Qaysariyadagi davlat uylarida o'ltirgan Sharqi Turkistonliklarni yo'qladi. Xitoyning Shandong o'lkasida saqchilar bilan pensioner askarlar orasida shiddatli to'qinish yuz berdi. Voqeani yo'shirishga uringan Xitoy doiralari o'lgan va yaralanganlar haqida ma'lumot berishdan o'zini qochirdi. 6 oktyabr Xitoyda o'tkazilgan davlat bo'yicha eng chong rad naqshi musobaqasiga qatnashgan 2 nafar Uyg'ur birinchi va ikkinchilikni qo'lga keltirib chempion bo'ldi. Sharq Turkistondagi bostirish siyosatlari va Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ta'tir tashviqotlariga qarshi 28 yoshli Arafat birinchi, 29 yoshli Navqiron ikkinchi bo'ldi. Mamamın keldim, suratli palliga oldim. Bu kundagi natijamga hatto o'zimni hayron qoldim. Mana men qon terini to'kdim, yillarga javobni berdim. Navqiron deb ro'q bo'lg'achqa qadamni qo'qmay tashladim. Taqdirlardan talmiralmadim, xiyolimga keltiralmadim. Men bilolmadim, men deganmadim, musiqani suratiga tankinalmadim. Ejimidi bu adam, hatta bismidi bu adam. Gollandiyaning O'tresh shahrida faoliyat elib berayotgan Yevropa Sharqi Turkiston Ma'rif jamiyati farzandlarga ona til va urf-odat o'rgatish uchun ona til yaslisi qurganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga Gollandiyaning Haarlem shahrida faoliyat elib berayotgan Sharqi Turkiston kultur va madaniyat markazi 5, 6, 7 oktyabr kunlari Sharqi Turkistondagi zulmni tonishtirish uchun yarmarka o'tkazdi.